Assalomu alaykum. Bugun 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan Toshkent shahar bilim axborot kutubxona markazi mutaxassislari o'rtasida Mening sevimli oilam challenjiga start berdik. Ana ketdik. Qaysiz? Yaxshi, rahmat. Bugun 15-may Xalqaro oila kuni va bugunda biz Mening sevimli oilam mavzusiga start berdik. Challenge boshlaganmiz va hozir oila a'zolaringizdan biriga telefon qilib, ularga dilizhor bildirishingiz kerak. Aha, xo'p. Kimga telefon qilamiz? Dadamga. Assalomu alaykum dadajon, yaxshimisiz? Yaxshi, xudoga shukr dadajon. Sizga yaxshi ko'raman, juda. Doim baxtimizga sog' bo'lib yuring. Ishdamisiz dadajon? Ha, yaxshi, xudoga shukr. Mayli, yaxshi ishlang. Xo'p, charchamang. Rahmat. Xo'p, Xatina opa. Salomat bo'ling. Bugun qanaqa kun? Bugun 15-may Xalqaro oila kuni. Bugungi kun munosabat bilan Mening sevimli oilam challenjiga start berdik. Oila a'zolaringizdan biriga telefon qilib, dilizhorlaringizni bildirishingiz kerak. Buncha yaxshi, onam gapiradi. O'zi ko'taramikin. Ko'ramiz. Alo. Najan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men sizlarni yaxshi ko'raman. Bugun oila kuni munosabati bilan hammalaringizni tabriklayman. Dadamlarni ham hammalarini tabriklab qo'ying. Har doim sog' salomat bo'lib yuringlar baxtimizga. Mayli. Xo'p, Bor, inshoollah. bugun qanaqa kun? Bugun 15-may Xalqaro oila kuni. Bugungi munosabat bilan Mening sevimli oilam challenjiga start berganmiz. Shu sababli oila a'zolaringizdan biriga telefon qilib, ularga dilizhor bildirishingiz kerak. Opamga telefon qilaman. Nasıl boşlarım bakın. Alo. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'liqlar yaxshimi? Alo. Aka, bugun Xalqaro oila kuni 15-may bilan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. 15-may Xalqaro oila kuni bilan. Tabriklayman. Oilangiz hamisha tinch bo'lsin. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Og'am bilan ko'p yashab, birgalikda farzandlarni katta etish nasib etsin. Sizni juda yaxshi ko'raman. Rahmat. Hayotdan yaxshi ko'raman. Ilohim shukr qilib, oiladan ketasiz. O'zing orzu qilganingiz, o'zing tasavvurlaringiz, bundan ham ziyoda chiroyli oiladan ketasiz. Rahmat. Oilada baxtli bo'lib yashab, farzandlaringiz ko'p bo'lib, tinch sog'lom bilan bir-biriga hamisha sevib yashab nasib etsin. Rahmat kattadan. Alloh barakali, mehr oqibatli oiladan ketasiz. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Yurtlarimdan biridan ham sirdoshim ham onam bor. Rahmat, aka, rahmat. Assalomu alaykum, Mahliba. Salomat bo'ling. Bugun qanaqa kun? Bugun sana 15-may oila kuni bugun. Bugungi kun munosabat bilan Mening sevimli oilam mavzusida challenge boshlaganmiz. Yaxshi-ku. Oila a'zolaringizdan birortasiga telefon qilib, ularga dilizhorlaringizni bildirishingiz kerak. Xo'p. Kimga telefon qilsam ekan? Hozir ayajonimga telefon qilaman. O'zi tez yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi? Tez emas-u, ora-orada. Alo, assalomu alaykum ayajon. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. O'zingizlar yaxshi ko'ribsizlarmi? Rahmat, yaxshi. Bugun oila kuni munosabati bilan tabriklamoqchi edim. Sog' bo'ling boshimizga dadam bilan. Har doim sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat. Onam sog' bo'lasizlar, hamisha charchamaylar. Katta rahmat. Sog' bo'ling bo'pti. Sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Onam sog' bo'ling. Assalomu alaykum, Maqsud. Xo'rmang. Keyin Shahri, gaplar.
Bugun qanaqa kun? Bilmadim. Bugun 15-may Xalqaro oila kuni. Shu munosabat bilan biz mening sevimli oilam challenge-ni start berganmiz. Hozir oila a'zolari bilan birga telefon qilib, ularga dilizhor bildirishimiz kerak. Mana bu ha? Oshir. Kimga telefon qilamiz? Onamga. Yozgan abonent boshqa yo'nalishda javob beryapti. Iltimos, aloqada bo'ling. Opa. Ha, Ha, yaxshi. Sen obodingizmi? yo'q, Opa. ha, Gapim bor edi. ha, nima? Men sizni yaxshi ko'raman. Tinchlikmi shu unaqa qilib qolasiz? Tinchlikda kerak emas. O'zi kim? Ha, erkak mana afsona yaxshi ko'raman. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Bizda shunaqa gaplar. 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan barchangizni tabriklaymiz. Siz ham yaqinlaringizga dil izhor qilib turishni unutmang. Sen tinmagan bedorim, bu shoh jon